Ana shu yerda o'ta chiroyli, o'ta polvon go'shtlar qo'chqor bor ekan. Hojiba qo'ylar, hojiba Mirzo bo'lsa, qo'ylar zo'rini olib chiqishadi. Hozir hojiga bozor qo'yapsizlar, o'zim ham tomosha qilmaza qilib, ana qo'yam me'yoridan oshiq yapaloq polvon qo'chqor ekan. Ikkita oldi qo'l, ikkita aqaya, qalin o'ta. 120 kilo kelibdi ama. Turishina katta emas. Buni bitta yutug'i bor, o'ta yo'g'on qo'yaman. Hozir egalar aytishyapti 15 million kam bor deyapti. So'ysa ham kam 70 kilo, yaxshi kelib qolsa 75 kilo keladi. Alloh rozi bo'lsin. Men aytaman har doim aka-ukalar qo'y olganda ikkita oldi qo'li, ikkita aqaya qalin bo'lsa. Mana shunaqa qalin, yo'g'on, qo'chqor boqqan odam foydaga kiradi. Ayog'i ingichka qo'y boqsangiz, dagi men semirsa ham taroziga yaxshi kelmaydi. Mana u suyugi buzuq qo'y ekan. Buni oxirgi narxi nima hoji bu? Aytavering. Bozor 15 kam bor. Ama zo'r ekan. 15 million kam bor. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aka-ukalar. Bozor yangiliklari kanalining obunachilari va kanalimiz mehmonlari. Farg'ona viloyati Qo'qon qo'y bozori hafta kuniga chorshanbadamiz. Akalar, xudo xolasa akalar bosib paddishka qilib turamiz. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha bozor yoritamiz. 6-may sanasimiz. Akalar, Qo'qonda qo'chqor so'yish 135 ming, qimmat 140 ming. Xudo xolasa boshladi. So'liq so'yish 115 ming, qimmat 120 ming, qo'chqor taroziga past 77 ming, baland 84 minggacha. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Xudo xolasa har doimgidek Qo'qonda qo'ysalar. Kesalaring, ishlaring bitaveradi Allah. Mana shu qo'y hozir tortishdi, bozor kirib turganda 100 kilo ketdi. Hozir egalar aytishyapti, mayli 100 kilo kelib tortdi, 8 million kiz bering deyishyapti, 8 million 150 qilishyapti. Qancha Alisherjon? Ha? Nech pul berdingiz? 8 million 150. 8 million 150. Aka aytishyapti, 8 million kizga sotaman deyishyapti. 50 ming so'm pulga ukalari hozir kelisholmay turishibdi. Jonivor yaxshi ekan. Aka, dehqonsiz bering shu balaga so'yadi. Rozimisiz? Rozimisiz? Birodar, 50 ming so'm pulga. Men o'rtasidan bo'ldik shuni ham. 50 ming so'm talashdi. Baraka qiling. Alisherjon, gap, o'g'il balaga 25 qiling oling. 25 ming qo'shilmaydi. Oling, Alisherjon. Olaman, 82 ming. Endi aytganda 50 ming so'rayapman, Sardor aka. Oling, o'rtasidan bo'ling. Ya, rozi bo'p. 50 ming pulga yarim soat turdilar. Yana safar qo'yapsan, sal bu tarafga 100 ming qo'shib beraman, aka qo'shib bersan. Sal suyuqroq ekan. Ha, rozimisiz? Bor beradi. Qanchaga baraka bo'ldi? Yaxshi, shunaqa bo'lsa yaxshi. Ammo yarim soat talashmiz, 81 yarim. Yaxshi kelib qolsa 60 kilo, bo'lsa 65 kilo, xudo xolasa semiz polvon. Naqdi 60 kilo go'sht yog'i. Chuko'pir Alisher ketdi. Tishi qo'zi, bo'yi 90 sm, yoshi 14 oylik qo'yaman. Mana aka-ukalar bozorga xudo xolasa qo'chqor turibdi. Go'sht yog'i 90 kilo keladi. Живой vesi 133 kilo kelibdi. Qo'yda o'ta yo'g'on, o'ta semiz. Hozir qassoblar 11 million qilishyapti. Egasi mo'ljali 12 million ekan, gaplashdim. O'ta yo'g'on, o'ta polvon, Alloh rozi bo'lsin. Mana 90 kilo go'sht yoqqan 11 millionga oldi. 3-4 ta xaridorga sotilmadi. 11 ga sotildi. Agar egasi aytib, 12 dan tepada gaplashaman dedi. Xudo xolasa qo'y serob, ancha-muncha serob, bozor ko'rsatib beramiz buni. Juda semiz qo'y bozorda chop-chop ba'zi o'shan uchun o'ylab, shoshilmasdan boqqan qo'y olinglar. Men boqib, mehnat qilib chiqsalarim bozorda xaridor qarab turgan yo'q mana. 1 yil, 8 oy, 7 oy, 2 yil mehnat qilingan qo'ylar turibdi. Birov savdo qilgan yo'q mana. Mana shu qo'ylar ham 70 kilodan go'sht yoqqilar. 70 kilo yaxshi kelib qolsa, ikkovsi 150 kilo go'sht yoqqilar. 20 millionga beraman ikkovsi.
150 kilo, 75 kilolar. Men mo'ljalim, meni ko'pchilik ham Allohdan. Go'sht yog'iga kilosi 150 kilo keladi, 20 million 500 ga beriladi. 10 million 250 da. Albatta ham katta qo'ylarmi, Alloh rozi bo'lsin. Albatta ham katta qo'y. O'shaning uchun akalar qo'yni olish o'ta oson, buni sotish ham, pul qilish ham. Bahodir aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Qanchaga bermadingiz aka buni Xudo xolasa? 7 million 600 ga berilmaydi. Go'sht yog'i 55 kilo deb qoladi, naqd 50 kilo. Xudo xolasa edi. Semiz qatorda savdolar susroq. Bular qaytdiki bular? Tojikiston narxini ish bilardi. To'rda. Haqida aytuvchi narxini so'g'li qo'chqor bor, o'zi aytadi, Allohga yetdi. Oxirgi narxini ish, oxirgi narxi. 3.5 dan berasizmi? 3.5 dan. 37.5 bermadi. 3 million 750 da. 35 ta sarig'ini. Sariqlarni 3 million 750 dan berishmadi. Menga qarang, soatsiz dastlabki qilib berasizmi? Telefon nomeringizni ayting yaxshina. 99 399 3005. Sariq qo'zilar, xudo xolasa sifat qo'y, bag'da ham serob kelaverasizlar mana. Bozorda aka-ukalar mana qo'zilar savdosi ancha past. Qo'zini bozorga kelsangiz shoshilmasdan chertib olasizlar. Chertib nimaga? Bozorda kamida 2 mingta 2 mingta qo'zi turibdi. Sotilish darajasi past. Nima aytayapti? Katta qo'chqor turibdi. Polvon qo'chqorga shu 130 kg turadi. Go'shtmasi, tirik esa egasi 16 million kam bor deyapti. 16 million kam bor. Katta qo'chqor ekan jonivor. Egasi mo'ljal shu 1000 atrofida bo'lsa kerak. Hozir 11 ga berasiz desam 11 ga tushmaydi. Bu katta polvon yo'g'on ekan. Bo'yi 95 chiqib qoladi. Tishi 4 tami aka tishi? Tishi 4 tish. Tumshoq oqarib qoldi o'zi. Tishi 4 tish. Ana shu qo'yni boqsa ham zo'r bo'ladi. So'liqdan ajrab turib, ishtaha zo'r ekan. Qori. Nechmi? 24 ming. Mana akalar bitta qo'chqor. Tishlari. Bu zot qanaqa endi? To'ch bilan shunda. To'chga tushib 24 million ekan, ammo rangi chiroyli ekan. Kam bormi? 24 million kam bor ekan. Ammo katta polvon, ammo 24 millionga yaxshi Nexia beryapti aka-ukalar. Akalar mana Yaypan Nursog'da qo'ylar bor. Xudo xolasa shu Yaypan Nursog Beshariq. Mana shu odam har hafta Qashqadaryodan qo'yib sotishyapti. Ularga borib osonlikdan bo'laveradi. Baq ama hammasi boqilayotgan, suyli, oyoqlari baqvat qo'yib qo'yishgan. Yaypan qatidan hovli? Nursog'da. O'sha Yaypan Beshariq aholi ko'pda, uyingizga borsa sotaverasiz. Seroba har hafta kelyapti sizga. Telefon nomeringizni ayting xalqqa. 93lik 753 9010. Xudo xolasa, mana hozir mana shu yerda ham hammasi boqilayotgan. Sifat yaxshi ekan, ko'chatlarni. Sizlarga qattiq iltimos qilaman, oxirgi narxini aytaverasiz. Hozir bizda haqiqatda iloji boricha oldi qoshli yo'q. 5.5 dan qilyapman. 5.5 dan berganimiz yo'q. Mo'ljallar shu 5.5 atrofida endi. Hozir mana bu qo'ylarni живой vesi 65, 66, 67 kilolik qo'ylar. Mana misol pasi 65 dan 70 kilogacha, 70 kilo pirusi ham bormi yo'q? Ha. Ha, 65 kilodan 70 kilogacha mo'ljallar shu 5.5 atrofida ekan. Boqilayotgan qo'ylar. Hozir go'sht yog'iga hisob-kitob qilib 30-35 kiloga bor. Bo'yi shu 80 bilan 85 o'rtasida mana. Olib kelib oz-ozdan foyda qo'y sotishyapti. Shahar uyga o'tsangdan bo'laveradi. Boqilayotgan qo'yga naqd insof bilan sotishyapti. Abdulaziz qassob. Qo'qonning katta qassoblari. Qaysi savdo qildingiz, birodar? 15 million so'm. 15 million. Foyda qilyapsizmi aka? 15 millionga beryapman. Bittasi 55 kilo ko'proq, bittasi 50 kilo ko'proq keladi. Narxda 105 kilo, yaxshi bo'lsa 110 kilo. Adashmadimmi? Do'stlar, chay tushundingmi? Qassoblardaqa 55 kilo piris, 50 kilo piris. Kiloni ham o'rta tashinglar deyman. Qo'qonlik qassoblar. Hozir bitta qo'chqor baraka bo'ldi, 45 kilo yuki bor. Ammo o'ta semiz, oyog'i kalt qoldi. Semiz polvon baraka bo'lgan joyda 6 million.
6,5 million baraka bo'libdi. Semiz polvon jonli. 45-46 kilo. Bu yerda sariq qo'chqor bor ekan, katta qo'chqor ekan. Yaxshi yeb qolsa shu 100 kilo bo'lsa 95 kilo qo'chqor. Narxi nechta qo'chqorni? 1000. So'm ayting, bozordamiz. Nima dollar aytasiz? 15 million. O'zbekistonda yashil dollar aytasiz. So'm ayting bozorda. Ya to'g'ri-da, nima? Yopishtir ayting, narxi nechta? 15 million deyapti. Kami bu. 15 million kam bu. Aka-ukalar, sariq qo'chqorlar narxi bozorda ham qimmat. Sifat yaxshi ekan bu. Menga qarang, 1000 dollar O'zbek so'miga 15 million bo'ladimi? 11 million 900 bo'lmaydimi? Endi sizga 1000 dedim. 15 million deyapman o'zi. Savdo qilishdimi bugun? Ha, Qancha? 10 million. 10 million. Ama yaxshi. Ko'chat sifat yaxshi. Sariq qo'chqorlar hamma zotga qo'shaverganiga narxi ham ko'tarilib ketgan. Rozimisiz? Birodar. Rozi chilayman. Asa ol baraka bo'lsin. Yana sariq qo'chqor. Qo'chqor yaxshi kelib 90 kilo kelib qoladi. Shunday zo'r ekan qo'chqor. Oyog'i baquvvat, polvon, yo'g'on, ammo so'yib bo'lmaydi. Ichi badani ochiq ammo. So'ysa ham bo'laveradi, ichi yupqonmi. Ammo bo'yi 90, jilovesi ham 90 kilo, 6 million 700. Nishpil? Aka nishpil? 6 million 700 ming so'mga rozi chilayman. Aka, ey! Birodar, ozgina qo'shib bering dehqonga. Ketyapman 50 ming so'm. 6 million 700 ga yarim soatdan masoda bo'lyapti. Yarim soatdan masoda bo'lyapti. Ozgina qo'shsa beradi. Ammo yaxshi qo'chqor ekan. Naslga ham, go'shtga ham polvon qo'chqor ekan. Nimaga oyoqlari yo'g'on. Alijon oldinchi mana. Rozimisiz? 6 million 800 ga baraka bo'lgan. Ammo menga yoqdi mana shu qo'chqor. O'ta tippaz yo'g'on, shu qo'chqor boqsa, hozir qo'zi. 12-13 hali shay bo'lmadi. Mana shu qo'z agar chori bo'lsa, jivo bo'lsa 160 kilo bo'ladi. To'g'rimi? Yo'g'on ekan. Nima deysiz, fikringiz sizni? O'sadi, ana u. Hali o'sa kattalashadi. Yo'g'on polvon ekan jonivor ham. Ammo jicha unaqa juni yo'g'lik ichida ko'rinyapti ammo. Yo'g'on suyiga buzuq qo'yadi. 68 ga baraka bo'lsin. 90 kilo keladi. Sizning kamiga oldim, sanmisiz? Qaysinisi? Mana bu qarab. Qancha? 6 bo'tni 100 ming o'tib berdi dedim. Mana uni ko'r. Nechta? 6ga bo'tni 100 ming o'tib berdim, ol dedim. 5 million 900. Ha, yomonmi ko'r? Yaxshi, o'zi yaxshi. 6ga olmayman shunaqa qo'y, to'g'rimi? To'g'ri. Mana. 509 ga, Bilodir biladi. 509 ga oling deyapti. Aytdagi 507 beraman deyapti. Rozimisiz shu odamlar gap 58 ga rozi? 7 millionga baraka bo'lib, nasl yaxshi qo'chqor ekan, jonivor ham. 7 million boqqan. Bunisi kattaroq ekanmi? Assoblardan pul olish qiyin bo'ldi. Birodar, evet, hozirda katta qo'chqor 115, 116 kilo kelib qoladi. Ikkita shunaqa. Bu ham shunaqa. Yaxshi kelib qolsa 120 dan, masalan 115 ta kiloga ikkita qo'chqor 21 million savdo bo'lyapti. Egasi ama 10 oy boqdim ishlar. 10 oy, 11 oy boqilgan. 21 ga berildi, 21 ga. Shunda qo'ylaman hali go'sht yog'iga 155 kilo chamaladim. Men mo'ljalimi, to'g'ri tushunasizlar. Men unisini saysam, 75 kilo ko'rganman. Go'sht yog'iga hozir 20. Evet, bu semiz, bu ham semiz. Ama o'ta semiz. Suyugi yo'q ham. Jonivorni Alloh rozi bo'lsin. 10 million berilmayapti. Narx 75 kilo. Endi Allohdan, men mo'ljalim. Nish pul oxiri? Nish pul? Eshitmading, nish pul? 11 million 700 ming. Bering, 1000 dollar salkam. 11 million 790 kilo deb qoladi. 90 kilo yaxshi deysiz. Masalan 85 kilo keladi. 11 million 700 aka-ukalar mana. Qo'y boqish kerak, qo'yda baraka bor. Bitta qo'chqorning narxi 1000 dollar bo'lyapti aka-ukalar mana.
uncha biznesda yaxshi bo'lib qolyapti qo'ydalar. Ochingni olyapman. Qaytib beraman shu qo'y. Tilla ochsa qaytib beraman. Bitta tuqmoq beradi. Ochingni olyapman. Rozimisiz? Yana qo'yagani olyapman xolos. Rozimisiz? Beraylik. Yana qo'yagani olyapman. Inson to'g'ri. Beray Mahmud boy, yaman qattiq. Oxiri sotildimi? Nech pulga? Baraka berakasiz. 11 million 700 ga sotildi akalar mana. 200 ming so'm pul qo'shsam $1000 pul beradi. Voy Hoji Akbar. 250 ming kam $1000 bo'ldi akalar mana. 11 million 700. 11 million 700. 11 yarim. Narxloli ballaga olib berdik, ikkovini 11,5 millionga. Qo'ylar sifatiga, ko'chatiga baho berasizlar. Narxloli ketdi, ikkovisi 11 million 500. Shunda bir 80 mingdan tushadi, ammo hamma yog'i yaxshi oldi. Xudo xolasa ko'chati zo'r oldi. Nech pullar mo'tarosiga? 81. Arzon bo'pti. Bu qassob biladi omma. 81 dan arzon. Xudo barakasini bersin. Go'sht oshdi, ammo tortish kilosi oshgan yo'q narxi. Nima dedingiz? Qancha? 135 dan tushadi. Yolg'on bo'lmasin. 81 dan. 5 ariqda 150 ming go'sht. Ana shu odam 150 mingni xalq yozasizlar xolis. Mana qassob hozir go'sht 5 ariqda 150 ming dedi. Negativmi? To'g'ri fikr bildirasizlar. Bugun Xudo xolasa quyida tortamiz. Nech puldan baraka oldi? 81 dan. Bormisan? Zo'rmisan? $81 mingdan baraka. 210 kilo. 210 kilo ko'paytiring qancha pul bo'ladi? 210 kilo keladi. Badaniga yarasha yaxshi kelmadi qo'ylar. Shunda shu qo'ylar 8 million 600 dan bo'ldi. Qassobga 125 mingdan tushadi. 100% aniq fakt. Alhamdulillah. Hali 125 mingdan tushadi. Xalqim Qo'y bor, semirgan sari, qassob bor. qo'y semirgan sari prosent baland beraveradi. Uzoq yegan qo'ylar 81 ming. Lekin aytib qo'yingda buni ham. Dumba yog'i 130 ming optimga. Qo'qonda 120 ming. Ha? Bu Qo'qonda 30. 120. Bu qora qo'chqar. Norbek beradi faqat. Buni ham aytib qo'ying. 120 qilib beraymi bo'lmasa? Hayotda bermaydi. Olaman agar. Bor qora qo'chqarlar 120 Bunaqa dan. qo'chqarlar bo'lsa shunaqa. olaman. Qo'qonda 120 ming. Nech pul bo'ldi aka? 9 bo'ldi. Ikkita qo'chqor. Yaxshi qo'sh arzonmi to'g'ri? Arzonmi? Ancha arzonsiz. 4,5 milliondan bekorga olibsiz, bekorga. 4,5 milliondan bo'ldi. Qo'chqorlar sog'liqni o'ylabman ular xarobligini ko'rib. Qaros. Ammo arzonsiz. 4 million qo'yishcha beradi. 1 yilga qo'ydi olibsiz. Agar juda achchig'i chiqsa-chi foyda beraman, berasizmi? 94 beraman, labis. 47 dan. Agar sotdim siz oling, qo'lga bering. Men o'g'il bo'laman, labis. 94 ga. Bera olasizmi? Baraka 94 oldim. Ha, boqqanmiz. 94 ga bo'lsa oldim. Yo'q, 94 ga bo'lsa oldim. Ketib qoldi, 5 yil ketib qoldi. Arzonsiz. Qancha arzonsiz? Ayo shunga Nimaga degan savol. To'g'ri qo'chqon naqd 4 million. 7 million 400. 7 million 400 ga baraka bu. 7 million 400 ga. 3,5 million yaxshi zo'r. Tayyor juni olingan ekan. Bular nech pullar bo'ldi taroziga? 84 dan. Taroziga 84 mingdan bo'ldi. Aka ukalar mana. Kecha men Yepandan bundan semiz, bundan chiroyli qo'ylar 82 mingdan chiqarganman. Yepandan Hojakada. 82 mingdan. Bulardan kam emas. Bulardan ortiq bo'lsa ortiq qo'ra turibdi. Aka ukalar 91 685 0947. Hozir bozor 84 mingdan talashib, tortishib oldi bular. 84 dan. Nech pul bo'ldi bu? Zotga 13 millionga olinib, Alloh rozi bo'lsin. Bozori 84 ming.
kecha bitta ikkita negativ, bitta ikkita aql yordi 84 da. Rahmat. Bugun kun sizniki bo'ldimi? 82 ming tarozga qo'yib chiqarsa qimmat deydi. Hadi xari bo'laveramizmi? Har bo'laverasiz to'g'ri. To'g'rimi, yo'q? Bugun yutdingiz. Nimaga eriysiz gapiring. Ben seni oğlum. Bo'ldi. Tila tilagim. 13 million olib qo'yibdi, ko'raylik, aka. Bitta 3-chi ko'raylik mana, aka ukalar mana. Ammo gap bu yo'g'on narsa ekan. 13 millionga baraka bo'pti. Alloh rozi bo'lsin amma. Olganga ham, sotganga ham Xudo barakasini bersin. 13 millionga qulluq bo'lsin. Umringiz uzoq bo'lsin. Quloqimizga o'xshagan qo'chqonlar tushaversin. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. 13 ga baraka, 84 mingdan baraka. 99 kilo. 99. Mana ko'rib ol. 100 kilo, 8 million 400. 100. Ket. 100 kilo, 84 mingdan baraka bo'ldi. Farq ko'radi. Ana aka 84 mingdan. Turg'uni qisib qo'ygan siymaydigan. 84 mingdan. 84 dan. Ne bular 81 dan. 81 dan. Qo'qonda qo'yoq sotyapsiz, Xonobod bilasiz, Chodak. O'g'rimsola yaxshi, Qo'qon yaxshi qo'y sotishga, xolis ayting. Bir xil. Qo'qon yaxshi, Qo'qonda xaridor ko'p bo'ladi. Hamma atrofdan Kam kiryapti bizga. Hamma atrofdan xaridorlar keladi, Xonobod, Chodakdan qo'yoq sotishyapti. Alloh rozi bo'lsin, bilasiz. Rahmat ustoz, yashang. 81 mingdan bo'ldi, 84 mingdan bo'ldi. Bo'ladi. Joyingizda. Aka-ukalar 84 dan. Aka-ukalar, men sizlarga taklif qilaman. Bundan semiz, bundan polvon, bundan baquvvat qo'ylar 82 mingdan. Hojiakam qo'rasi turibdi. Telefon nomeri 91 685 0947. Bundan ham yaltiroq. 1500 to'qiydi videosini chiqarganman, borib olish taklif qilaman. Men bozorda 2 soat savdo qilib 84 mingdan ol. 2 soat savdo qilish qo'ylar. 3 yoshga otaxonlar olib chiqishga bo'ladi. Xolis 100% aniq fakt. Sizlarga yoritib beryapman shuni. Shunga e'tibor berasizlar. Bundan semiz qo'ylar yeyapman turib 1,5 mingta 82 mingdan. Kilosga aralashmaymiz. Nimaga? Bular oldin tortib, keyin bozorga olib kirgan. O'sha hisobiga kilosini aytish noto'g'ri. Necha pul bo'ldi? Mana shu qo'yingiz. Ha? Balada ajragan so'g'lig'iga 4 million 600 balada ajragan qisir. Arrig'am emas, semiz ham emas. Baladiga qarab ayting. Necha pul bo'ldi? Barakasi aka. Inasi o'zi qancha bo'ldi? Inasi o'zi 5 million 100. 5 million 100. Inasini o'zi bo'pti. Buni necha pul bo'ldi bu? Egizi. 15 mingga chiqarib yuboramiz. Egizi necha pul bo'ldi? 15 ming bermay chiqarib yuboramiz. 15 ming aka. Necha pul bo'ldi bu? Bo'lak qilyapti. Bermaz 12 ga. Vallahi Qo'chqor aka 12 ga berilmabdi.